Siz xizmat safarlarida mana shu oyda 30,000 kilometrga yaqin yo'lni bosib o'tibsiz. Bryussel, Jeneva, Nukus, London. Mana shu uzoq yo'llarda, umuman hayotda nima haqida eng ko'p o'ylaysiz? Qilayotgan ishim, har bir qadamim O'zbekistonga foyda olib kelsin, insonlarga foyda olib kelsin deb ishlab yuribman, harakat qilib yuribman. Endi prezidentimizni bilasiz, tunu kun tinmasdan ishlaydilar shu xalqim uchun, mamlakatim uchun, O'zbekiston uchun. Shuncha yildan beri O'zbekiston yopiq mamlakat edi. Londonda investorlar bilan uchrashdik. Ularning qiziqishini ko'rib juda xursand bo'ldim. Chunki mamlakatlaring ochiq, siyosatlaring to'g'ri degan gaplarni eshitdim. Men uchun bu juda kuchli mesaj. Bozorlarni ochish va tartibga solish jarayonlarini o'rganar ekanmiz. O'zbekiston biz uzoq muddatli hamkorlikni boshlashni istagan eng muhim manzil ekaniga qaror qildik. Baronessa xonim, shuncha investorlarni bitta joyda bir vaqtda yig'ish oson ish emas. Bu ham bir ko'rsatkich. Qanchalik mamnunsiz uchrashuvdan? O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari hurmatli Saida Mirziyoyeva xonimni mehmon sifatida qabul qilish katta sharaf. U keltirgan yangi O'zbekiston haqidagi xabarni bevosita eshitish uchun katta imkoniyatdir. Men Prezident Shavkat Mirziyoyevning ham shu mavzu bo'yicha qilgan chiqishlarini tinglash sharafiga muyassar bo'lganman va bugun bu yo'nalishda aniq natijalar ko'zga tashlanayotganini ko'rish juda quvonarli. O'zbekiston bugun xalqaro investorlar xaritasida o'z mustahkam o'rniga ega. Biz bu yo'lda namoyon etilgan yetakchilik va uzoqni ko'ra oladigan qarashni chuqur hurmat qilamiz. Rahmat. Bu tashrifni amalga oshirish, investorlarni bu yerga olib kelish va O'zbekiston haqidagi hikoyangizni dunyoga yetkazish imkoniyatini berganingiz uchun rahmat. Shu prezidentimiz to'g'ri siyosat olib borganlarini tasdiqi. Uchrashuv juda samarali va foydali bo'ldi. Bu mening prezident administratsiyasi rahbari bilan ilk uchrashuvim edi va biz O'zbekistonning ustuvor yo'nalishlari, uning salohiyati hamda bank faoliyati haqida chuqur fikr almashdik. Uchrashuvlar juda ko'p bo'ldi, bir necha kun bo'ldi. Bu albatta katta mas'uliyat. O'zbekistonning vakili bo'lib kelish, O'zbekistonning yuzi bo'lib kelish oson emas. Qiziqish juda katta. O'zbekistonga boshqacha qarashyapti. To'g'ri, chunki sohalarimiz ko'p. IT, energetika, agro. Ta'lim bo'yicha ham juda ko'p ishlar qilmoqchimiz. Bularda universitetlar ko'p bilasiz. Bugungi kunda 18 ta universitet O'zbekistonda ochilgan. Britaniya universitetlari. Buyuk Britaniya bosh vazirining investitsiyalar bo'yicha maslahatchisi bilan uchrashdim. U ham hayron bo'ldi. 18 ta universitet bormi O'zbekistonda? Men aytdim, ko'ringlar qanaqa mintaqa rivojlanyapti. Butun Markaziy Osiyo hududi o'zgaryapti, rivojlanyapti. Bizning yoshlarimiz juda iqtidorli. Ularga imkoniyat bersangiz bo'ldi. Ingliz tilini olib kelish bo'yicha muzokaralar o'tkazdik. Butun dunyodan 1,5 mingtaga yaqin ingliz tili o'qituvchilarini olib keldik. O'shanga IELTS testimizni rezultatlari ham juda baland bo'lyapti. Yildan yilga o'syapti. Bu men uchun ko'rsatkich. Welcome to speakers. Thank you very much. The privilege is mine. Please come and sit down. I am new to the reality now. Friendship. But there is so much more we can do beyond. Please, good bye. Once you took it on the time, say this is very kind.
To see. Thank you very much. Thank you very much. I will leave you in safe hands. Thank you. Thank you very much. It is a profound honor for me to stand here today. Bugun Oksfordning yuragida turib, Oksford o'zbek tilini o'rganish dasturining ochilishini nishonlash men uchun ulkan sharafdir. This is not just an Oksfordning Bodlen kutubxonalarida o'zbek va chig'atoy tillaridagi nodir qo'lyozmalar saqlanayotgani kishini hayratga soladi. Ushbu o'lmas satrlar uzoq o'tmishdan aks sado berib, bugun yangi dasturimiz tufayli ular yangi avlod olimlariga o'z sirlarini ayta oladi. This is Lord Mayor of Oxford. Thank you very much. Thank you very much. You're welcome. It's a pleasure. Legendary Oxford. Afsonaviy Oksfordda bizni iliq kutib olganingiz uchun rahmat. Bugungi tadbirning ahamiyati haqida fikringizni aytsangiz. Today's event. Well, I was so Bugun bu yerga delighted to kelganimdan come nihoyatda today mamnunman. because Juda it's the katta va start, I think, of tarixiy something ahamiyatga really, ega really bosqichning significant. boshlanishi bu. Saida Mirziyoyeva juda kuchli taassurot qoldirdi va eng muhimi bu tashabbusga chin dildan ishonayotgani uning so'zlaridan ham, yuragidan ham sezilib turibdi. That she is really believes in this initiative. Oksforddagi hamkorlarimiz aytayapti, 50 dan ortiq har yili o'zbek tiliga qiziqadi ekan. Shuning bilan keyin bu narsani boshladik. Mana dasturni xalqaro dasturlar asosida tashkil qildik. Albatta Oksford uchun ham sharaf. Bu Oksforddagi o'sha Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo tadqiqotlarini yana bir yangi bosqichga olib chiqadigan bir katta imkoniyat. O'zbek tili nafaqat til sifatida, balkim asrlarni birlashtiruvchi, madaniyatni bir-biriga yaqinlashtiruvchi ko'prik sifatida xizmat qiladi. Oksfordga borib shunaqa natijalar bilan qaytib kelish bu katta baxt. Bu ham shu o'zbek xalqimizning manfaati uchun. O'zbek tilida Oksfordda endi ko'proq odam gaplashadi. Eng baxtli kunlarimdan biri, ajoyib kun bo'ldi, Xudoga shukr. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Mening ismim Safaya. Men Oxford Universitetida Türk tilini va o'zbek tilini o'qiyman. Minbarda britaniyalik qiz chiqib, o'zbek tilida chiroyli nutq so'zladi. Tinglaganingiz uchun rahmat. Sizga yaxshi kun tilayman. Thank you so much for listening. Britaniyalik talabalar o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lgan, hayratlantirdi. Assalomu alaykum. I believe you're Nikolay Kontovas, right? Yes, I am. Oh, assalomu alaykum. İngilizce gaplashaylikmi? Mayli, o'zbekcha gaplashamiz. O'zbekcha gaplashamiz. Hayron qoldim. Xush kelibsiz. Rahmat. Charchamadingizmi? Safaringiz yaxshi o'tdimi? Yaxshi o'tdi, Xudoga shukr. O'zbekiston bilan bog'liq fondimiz nihoyatda boy. O'zbekistonning tarixi va madaniyati ham boy bo'lgani uchun bu tabiiy. Xudo xohlasa, kelajakda O'zbekistonning shoni shuhrati yana ko'proq bilinadi. Mening eng katta orzuyim shu. Qiziqish juda baland o'zbek tilini o'rganishga. Chunki juda ko'p noyob kitoblar bularni kutubxonalarda o'zbek tilida ekan, eski o'zbek tilida. Shu kitoblarni yozilgan tilida o'rganishni imkoniyatini beradi. Mana shu chig'atoy tilimi? Chig'atoy tili, ha. Nega sen ham aylab sujud seni chunki Alisher Navoiyning kitobi, Mirzo Ulug'bekning kitobi shu Oksfordda arxivlarda turar ekan. Beruniyning kitobi, Ibn Sino, ularni mumkin ushlab ko'rishga deb ruxsat so'radi. Ushlab ko'rib, bilasizmi, ko'zimdan yosh oqib ketdi. Bu qanaqa baxt. So Ulug'bek's hands have touched this manuscript. So you touched right now. That's fine. I give you permission. Nobody else has to do it. Our Uzbek manuscript. Shu o'ylayapman, hozir balkim O'zbekistonga ularni olib kelish, mana Islom sivilizatsiya markazi bilan muzokaralar qilib, balki ko'rgazma tashkil qilarmiz.
buni muhofaza qilish uchun There's one other matter I'd quite like to. Biz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva xonimning ishtirokidan ulkan sharaf hissini tuyamiz. U kishi o'zining sermazmun faoliyati, nafaqat ilmiy yutuqlari, balki qator rahbarlik lavozimlari va ayollar huquqlarini ilgari surish yo'lidagi katta intilishlari bilan ham ajralib turadi. Xususan xotin-qizlarning ta'lim va sog'liqni saqlash tizimiga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek oilaviy zo'ravonlikni jinoyat deb e'tirof etish kabi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash yo'lidagi fidokorona sa'y-harakatlarini yuksak qadrlaymiz. Ushbu tinimsiz va ilhomlantiruvchi mehnatlari uchun chin dildan hurmat va minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Yana bitta yaxshi xabar keldi shu Londondaligimda. OSKda bizning ekspozitsiyamiz, bizning pavilyonimiz oltin medaliga sazovor bo'ldi. Qanaqa baxt bilasizmi? Har bitta mehnatning tagi rohat shu ekanda. Men shu pavilyonni hozir Xudo xolasa OSKdan olib Nukusga olib bormoqchiman. Nukusda kreativ park quramiz, pavilyonimiz Nukusda bo'ladi. Qoraqalpog'istonda mas'uliyatli joyimda. Prezidentimiz borganlarida shu mas'uliyatni menga topshirganlar. Marhab qabul. Boshlandi. Uzr sizlarni bezovta qilib qo'ydim. Assalomu alaykum. Ko'rib ketay deyapman-da, qanaqa bo'lyapti? Assalomu alaykum jarayonni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor siz bilan ko'rishgandan xursandman. Biz ko'rishganimiz sizga prezidentimiz uchun rahmat aytgim keladi. Sog' bo'ling. Qoraqalpog'istonga shunday sharoitlar yaratib bergan rahmat prezidentimizga rahmat. Xirurgiyaga 13 yildan beri muammom bor edi. Bugun shaxsiy konsultatsiya berib, ko'p quvonchliman. Sizga rahmat aytib qabul qilib Rahmat. Vrachlarga rahmat, hamshiralarga rahmat. Bizga shaxsiy munosabatda bo'ldi. Menga hozir xirurgiya adida bir shaxsiy konsultatsiya berdi. Toshkentda shaxsiy vrachni aytdi 13 Toshkentdan vrachlar olib keldik mana. Ana shularga rahmat. Qoraqalpog'istondan boshladik marafonni. Shaxsiy konsultatsiya berdi. Rahmat sizga. Sizni ko'rishgan. Baxt bersin. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, kasal bo'lmang. Salomatlik marafoni. O'zim borib ko'rib keldim. Muammolarni yechishga qaratilgan marafon bu. Odamlarning salomatligi bo'yicha. Birinchi bosqichimiz Qoraqalpog'istonda boshlandi. Tabriklayman. Polnoценный robot texnologiya. O'sha stansiyada ham shu apparat turibdi. Shavkatni. Bizlar shu hududda endi prezidentimizni birinchi qo'ygan maqsadlardan bittasi o'sha yuqori texnologiyali tibbiy xizmatni o'sha eng birinchi bo'g'inga tushirish. Mana o'shaning yaqqol namunasi. Rossiyada, Yevropa mamlakatlari va Amerikada bunaqa apparatlar O'rta Osiyoda yo'q bo'ladi. Biz bironta bemorni Toshkentga olib ketmaymiz. Harakat qilamiz Qoraqalpog'iston o'zida masalani yechishga. O'tgan kuni operatsiya qilganmiz. Endi operatsiya bo'lganda. Bu yuqorisi birinchi marta Qoraqalpog'iston Respublikasida qildik. Turma nuqson, siydik-yo'llar turma nuqsonini o'sha kam invaziv operatsiyasini bajardik. Qaytib tarqaysan? Munisa. Yo'limizdan uzoq ekan. Keyin bera kelib ko'rib ketdik. Keyin operatsiya qilishdi. Dim yaxshi bo'ldi operatsiyasi. Bepul etishdi. Operatsiyasini ham prezidentimiz Bolalar kardiyo jarrohligi rivojlangani hisobiga bunday shifo topib, tengqurlari qatorida yugurib o'ynab yurgan butun respublika bo'ylab yuzlab bemorlarimiz bor. Rahmat. To'xtamaydi, shunaqa chiroyli gapirishga ham til ojiz. Bolalarimiz sog' bo'lsin ilohim. Rahmat. Xudoga xursandman. Baxtli bo'lsinlar. Sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Xayr. Buncha chiroyli o'zingiz chizdingizmi? Kulibgizdan qizchangiz bo'ldi endi tuzaldingiz. Shirinligini uni. Marafonni maqsadi o'zi kasalliklarni oldini olish, xalqni o'rgatish, profilaktika maqsadida shu marafon tashkil qilingan.
va tizim yaratish uchun. Toshkentdagi tibbiyot markazi Qoraqalpog'istondagini vaqtincha otalikka oldi, sistemani to'g'irlab, keyin har bitta hududga borib chiqamiz. Hozir Nukusdan boshladik, shuni to'g'irlab olamiz tizimni. Konkretniy statistika chiqadi. Qancha odam nima bilan kasal? Doktorlarga sun'iy intellektdan yordam beryapti. Yangi programma qilganmiz, shu ko'krak saratoni bo'yicha. Bir kunda 60 odam tushiramiz. Normal. Ilohim sog' bo'linglar hammanglar. Rahmat, maktabingiz zo'r-ku. Mamnun bo'lib qaytib keldim Nukusdan. Maktab ochdik. Mazza. Qoraqalpoqda iste'dodlarni topib oldik. Mazza qilib o'qinglar, xo'pmi? Suv masalasi Nukus shahrida tozalanish mexanizmi boshqacha edi. Hozir uni yangilatdik va suvning sifati ko'tarildi. Endi hozir toza suv ko'plab mahallalarga, maktablarga, bog'chalarga, shifoxonalarga olib borilmoqda. Nukusda hakatonda 50% qizlar ishtirok etishdi. Bizning maqsadimiz yoshlarga IT bilan shug'ullanish uchun motivatsiya berish. Chunki bu juda ham katta soha. Dunyoni tebratib turgan soha bugungi kunda. Algoritm atamasini eslaganimizda qalbimiz qanchalik g'ururga to'ladi. Они хотят и веселиться тоже. Muammolar ko'p, lekin bilasizmi, yechimi topilyapti. Все классно. Kirishingiz bilan e'tiboringiz mana bu go'zallikka tushadi. Nafis O'zbekiston sovg'asi. Butun dunyodan har bir vakil kelib, qiziqib, ishonasiz, eshitib o'tiribdi hozir. Oh, Your Excellency! Thank you. I thought you went alone now with one person. I forgot. 3 ta mamlakat qoldi. Xudo xolisa 2026-yilda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lamiz. Jenevaga borganimizda ham Ngozi xonim bilan uchrashdim, gaplashdim. Ular faqat bizni tabriklaydi. Chunki biz katta ish qildik. 2 yil ichida balandparvoz gap emas bu, lekin juda ham qiyin va murakkab jarayondan o'tdik. We invest millions every year. Reason why we are so happy to host. Bugun O'zbekistonni qabul qilishdan xursand bo'lishimizning sababi bor. Mamlakat Jahon savdo tashkilotiga kirish maqsadida juda katta harakat qilyapti va so'nggi bir necha yil va oylar ichida ajoyib yutuqlarga erishdi. Ochiq iqtisodiyot, prezident janob oliylari tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan muhim islohotlar. Bu uchun katta siyosiy iroda talab qilinadi. Комплекс мероприятий позволит Узбекистану не просто вступить в ВТО, подписать соглашение, взять на себя обязательства, а сделать это так, чтобы это дало экономический эффект. Butun tizimimizni moslashtirish kerak dunyo savdosiga. Xolis o'yin qoidalari bo'lish kerak-da. Prezidentimiz oktyabr oxirida Bryusselga boryaptilar. O'sha yerda juda ko'p muhim hujjatlar imzolanadi. Bryusselda ham juda ham yaxshi uchrashuvlar o'tkazdik. Komissar bilan uchrashdik, keyin Kaja Kallas bilan juda muhim katta siyosatchisi Yevropaning.
ular ham har tomonlama qo'llab-quvvatlayapti bizning ishlarimizni, bizning reformalarimizni. Ota-onalarga juda ko'p narsa bog'liq va ota-onalarning harakati juda muhim. Bolalar uchun, kelajak uchun. O'shanga qizlar o'qisin deyman, aqlli bo'lsin deyman. Ayol agar kuchli bo'lsa, 100% kuchli farzand olib keladi dunyoga. Xayr do'stlar, xayr, Toshkentda ko'rishguncha rahmat. Rahmat hammaga. Rahmat. Мурашки от Оксфорда. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi, Niko? Bizning telefonimiz ingliz tilidagi zo'ra. Because I'm going to use it only here today. Inglizcha gapirsangiz g'alati bo'lar ekan. Biz o'rganib qoldik o'zbek tilida gapirishingizga. Saida Mirziyoyeva ulkan sharaf his qilamiz. U kishi o'zining sermazmun faoliyati